Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Demak, biz bugungi videomizda Windows o'rnatilgandan keyin yuzaga keladigan ba'zi bir muammolar haqida qisqacha ko'rib chiqamiz. Nasib qilsa, keyingi videolarda Windows o'rnatish jarayonida yuzaga keladigan ba'zi bir muammolar bo'yicha ham yechimlarni taqdim qilamiz. Deylik, doim biz Windows 10 ni yoki 11 da fleshkaga o'rnatgan holatda kompyuterimizga o'rnatamiz. Ba'zi bir shaxslar demak kompyuteri eski kompyuter bo'lishiga qaramasdan Windows 10 yoki 11 da ko'tarmasada o'rnatishadi yoki kompyuteringiz yangi bo'lganda ham demak Windowsni o'rnatganda noto'g'ri o'rnatish evaziga Windowsda ba'zi bir muammolar paydo bo'ladi. Shulardan bir nechtasini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi muammo demak Windowsni o'rnatish chog'ida yuzaga kelgan muammo, ya'ni driver muammosi. Doim biz Windows 10 ni o'rnatayotgan payti yo bir Telegram kanaldan yo internetdan demak Windows 10 ning 64 razryadli versiyasini yuklab olamiz va odatda rasmiy saytda Windows 10 ni yoki 11 da demak Microsoft saytida o'zining Media Tool Downloader degan maxsus o'rnatuvchi dasturi bo'ladi, lekin ko'pchilik men ishim davomida ko'rganman, Rufus yoki shunga o'xshaydigan dasturlar orqali Windows 10 ni o'rnatadi. Natijada Windows 10 ni o'rnatganingizda demak mana bu qismni yoqqaningizda set kabelli driver va mana hozir menda ishlab turibdi, Wi-Fi kabelli driver ham o'rnatilgani chiqmaydi. Ya'ni kompyuteringizni Windowsni yangi o'rnatdingiz, ichini ochib qarasangiz, uni na Wi-Fi ga yoki na internetga ulashning iloji bo'ladi. Natijada bir qancha muammolar keladi. O'sha yerda sizlarga taqdim qilaman. Ya'ni Windowsni internetdan yuklab olgandan so'ng, o'rnatgandan so'ng agar haqiqatan ham driver muammolar bo'lsa, demak Google ga kirib download Windows 10 internet driver deb yozsak, demak quyidagi menu chiqadi. Odatda juda ko'p saytlar chiqadi, lekin men o'zim maslahat beraman. Bu yerda Intel kompaniyasining o'zini ikkita driver, maxsus driveri bor. Bularni o'rnatsangiz, demak aynan Media Tool Creator bilan o'rnatilgan Windows kabi full stack driver internet paketlari sizlarga beriladi. Demak, mana bunisi network adapter va wireless Wi-Fi driver. Ya'ni yuqoridagi network adapter bu yerda internetning kabelli internet va oddiy internet driver bo'lsa, wireless Wi-Fi driver bu yerda mana pastki qismda ko'rib turganingizda chiqib turadigan Wi-Fi driver hisoblanadi. Bularni boshqa kompyuterdan fleshkangizga yoki telefoningizga yuklagan holatda kompyuterga paketni o'tkazib, kompyuterga o'rnatsangiz avtomatik ravishda demak mana bu yerda Wi-Fi va bu yerda set kabelli driverlar ishga tushadi. Demak, bu muammo odatda Media Tool Creator bilan o'rnatilgan Windowsda yuzaga kelmaydi. Undan tashqari Rufus yoki boshqa dasturlar bilan qo'shimcha internetdan olgan 64 razryadli Windowslarni urganda yuzaga keladigan muammolar. Ikkinchi muammo demak kompyuterda startuplar, ya'ni kompyuterda Windows o'rnatganingizdan so'ng dispetcherni zadashda startup degan bo'lim bor. Bu qanday ishga tushiriladi? Ya'ni dispetcherni zadashga hammamiz kirishni bilamiz. Kiraman. Mana dispetcherni zadash ko'rinib turibdi. Bu yerda avtozagruska, ya'ni inglizchasiga startup degan bo'lim bor. Ba'zi bir odamlar kompyuter kuchli bo'lmasligiga qarab ham 10 ni yoki 11 da o'rnatishadi. Natijada 10 yoki 11 kompyuterda qotadi, juda qotadi yoki kompyuteringiz zo'r bo'lsa ham qotadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, odamlarning kompyuterini yoqqan paytimizda Yandex ilovalari yoki ba'zi bir dasturlar kirmasakda o'zi avtomatik ishga tushadi, brauzerga ulanib ketadi. Qotib ishlaydigan kompyuterda bu uje kompyuterda o'zi Windowsni yoqib olishga vaqt ketadi-yu, undan tashqari startup ilova bo'lib turib, u ham birdaniga ishga tushib ketsa, kompyuterda nagruska bo'ladi, ya'ni kompyuterda ishlash ancha qiyinlashadi. Shuning uchun demak dispetcherni zadashi o'zi startup yoki avto zagruska bo'limiga kirganimizda, mana bu misol uchun meni kompyuterimda administratsiya huquqi bor ilovalar bo'lsa, o'zi avtomatik ishga tushadi. O'sha bo'limga kirganingizda hamma ilovalar sizlarda выключение turgan bo'ladi. Ya'ni avtomatik kompyuter yongandan ishga tushadigan bo'ladi. Demak, kompyuterga nagruskani yoki qiyinchilikni kamaytirish maqsadida bu har bitta ilovani ustiga bosib chiqib, demak выключенияni отключение qilib o'chirib chiqishlaring kerak bo'ladi. Ba'zi bir misol uchun men o'zimda printerni yoki imzo ilovalarini yoqib qoldirganman. Kimlardir Microsoft
Defender, ya'ni security xizmatini ham yoqib qo'yadi. Ya'ni qanaqadir xavfli holatlarda xabarlar kelib turishini o'chirib qo'ymaslik uchun. Demak, qolgan ilovalar menimcha bu kompyuterni o'yinlar yoki ilovalar avtozagruzka ishga tushishi, ayniqsa Yandex ilovasi, shunga o'xshash ilovalarda ko'p bo'ladi bu narsa. Kompyuterni ishlashiga ancha qiyinchilik tug'diradi. Demak, buni ham o'chirib qo'ysalaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni kompyuter ishga tushganda qotmay ishlaydi. Keyingisi, 3-muammomiz bu disklarni bo'lish. Deylik, misol uchun meni kompyuterimda ikkita disk bor, C va D disk. Umumiy holatda 512 gigabaytlik SSD xotira. Kim agar yangi notebook olgan bo'lsa yoki yangi kompyuter olgan bo'lsa, e'tibor bersalaring, disk bitta bo'lib keladi. Ya'ni 512 bo'lsa, bitta 512 lik disk bo'lib keladi. Uni do'kondan xarid qilganimizda yoki xarid qilganimizda o'zi Windows ichiga urilgan holatda kelganda e'tibor berib qaraganimizda, demak, C disk bitta 512 lik C disk bo'ladi va ichiga Windows urilgan bo'ladi. Albatta bilamiz, hammamiz kompyuter ishlatadiganlar, Windows agar muammo bo'lib qotib yoki kompyuter buzilib qolib Windows ishdan chiqsa, C diskni format qilishga to'g'ri kelgan holatda bizning shaxsiy fayllarimiz o'chib ketadi. Shunda shaxsiy fayllarimizni xavfsizligini ta'minlash uchun kompyuterda kamida ikkita disk, ya'ni C yoki D yoki A, D ko'rinishda disk bo'lgani yaxshiroq. Misol uchun menda C diskda mana ko'rib turganingizdek Windows bor, D diskda shaxsiy fayllar turadi. Bu kelajakda kompyuterga yana Windows urganda shaxsiy fayllarning o'chib ketmasligiga sabab bo'ladi. Undan tashqari, hamma ma'lumotlar bitta diskda tursa, kompyuteringiz qancha zo'r bo'lishiga qaramasdan ilova, o'yinlar yoki shunga o'xshash murakkabroq narsa yuklaganimizda kompyuter baribir qotadi. Ya'ni bitta disk kompyuterga baribir nagruska beradi. Shuni oldini olish uchun diskni ikkiga bo'lgan qulayroq. Ya'ni 512 xotira bo'lsa, C diskka uncha ko'p xotira qoldirishni maslahat bermayman. Maksimal 150 gigabayt atrofida xotirani C diskka bo'lib, qolganini D diskka olishing kerak. Diskni bo'lish ikki holatda amalga oshadi. Birinchisi, kompyuter zavodskoy ustroystvada kelganda, Windows urayotganda, demak, buni nasib qilsa Windows urish jarayonini ham 10 yoki 11 da qaytib o'rnatishda videosida ko'rsatib o'taman. Demak, D diskni C diskni D va C ga bo'lish imkoniyati bo'ladi kompyuterning diski format berayotgan payti. Undan tashqari kompyuterda ichidan ham buni amalga oshirsa bo'ladi. Qanday qilib desa, demak, Windows va R tugmasini bosamiz. Windows va R tugmasini bosganimizda mana bunaqa pastda ko'rib turibsiz, alohida bo'lim paydo bo'ldi. Demak, o'sha bo'limga biz disk mgt.msk deb yozib olamiz. Mana ko'rib turibsizlar, disk mgt.msk. Ya'ni Windowsda kompyuterning demak disk sozlamalariga kirish bo'limi ochiladi. OK tugmasini bosamiz, avtomatik mana bu bo'lim ochildi. Demak, ko'rib turibmiz. Agar sizlarda flashka bo'lsa, menda disk 0 turibdi. Bu kompyuterda o'zim disk. Agar kimdadir flashka yoki qo'shimcha SSD ga o'xshash disklar o'rnatilgan bo'lsa, pastda disk 1, disk 2 ko'rinishdagi disklar paydo bo'ladi. Bizda demak bazaviy kompyuterda o'zim diskka 476 gigabaytlik disk, C disk 556 va D disk 320 NFC ko'rinishda ikkita diskka bo'lingan. Mana bu qo'shimcha 748 megabayt va 558, bular kompyuter o'zini razel disklarga yordamchi bo'lgan xotirlar, bunga e'tibor bermaymiz. Demak, bitta ikkita disk. Sizlarda bitta bo'ladi, ya'ni C disk bo'ladi, 512 misol uchun gigabaytlik disk bo'ladi. Shuni qanday bo'lishimiz kerak? Bo'lishda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Agar kompyuterning xotirasi to'la bo'lsa, uni bo'lib bo'lmaydi. Ya'ni tasavvur qilinglar, 150 gigabaytlik bitta disk, ichi 145 gigabayt to'la, 5 gigabayt joy qolgan, uni bo'la olmaymiz. Sababi kompyuterni bo'lish jarayonida agar u to'la bo'lsa, bo'lish jarayonida uni yarim qismga format berishga to'g'ri keladi. Natijada butun C disk tozalanib, kompyuter sistemadan chiqib ketadi yoki fayllarimiz udalib bo'lib ketadi. Bu xavfli. Shuning uchun diskni bo'layotganda e'tibor bergan narsa avvalambor u to'la bo'lmasligi. Ya'ni 150 gigabaytlik yoki 512 lik diskingiz bo'lsa-yu, 100 gigabaytda biron nima bo'lsa, demak 300 gigabaytlarni alohida ajratib olish imkoniyatiga egamiz. Agar unda ham ajratish imkoniyati bo'lmasa, demak o'shanda kompyuterda xavfsizlik tizimi yoniq bo'ladi. Nasib bo'lsa buni ham o'rgataman. Disk to'la bo'lganda qaytib bo'lishni, ya'ni ma'lum bir dasturlar bor, ular orqali bo'lish. Menda hozircha disk pustoy bo'lgani uchun bemalol bo'lishi mumkin. Ya'ni hozir mana kompyuterga kirib ko'ramiz. Misol uchun 154 gigabaytlik diskimda ham 93
93 GB svobodniy, ya'ni bo'sh turibdi. Demak, bundan 30 GB atrofida misol uchun disk kerak bo'lsa, menga bo'lishi mumkin. Qanaqa tartibda bo'ladi? O'sha 512 lik diskingizni ustiga sichqonchani o'ng tarafini bosasizlar va bu yerdan Sjat Tom degan bo'lim chiqadi. Sjat Tom bo'limini bosganimizda o'zi avtomatik ravishda kompyuter diskni bo'lish buyrug'ini hozir oynasini bizga chiqarib beradi. Hozir bu ozroq vaqt oladi bizda. Endi shu yerda e'tibor beradigan narsamiz, demak, xotira to'la bo'lmasligi. Mana. Demak, общий размер, ya'ni 158 giga 158 ming xotira megabaytlik. Demak, shundan deylik, misol uchun 45 yoki 43 qismini Sjat qilib olsam, agar sizlarda 512 ming megabayt chiqadi va undan 300 ming megabaytini, demak 300 gigabaytini demak Sjat qilib olishlar mumkin. Sjat buyrug'ini berganimda hozir men diskim bo'lgan, bo'lib o'tirmayman. Ma'lum bir qismini o'sha 300 gigabaytni kompyuter ajratib oladi va unga D disk nomini berasizlar va OK tugmani bosganlaringda avtomatik ravishda meniki kabi demak D diskni bo'lib kompyuter oladi va natijada ikkita disk hosil bo'ladi. Deylik, sizlar diskni ikkiga bo'llaring va bo'lingan qismni yana qaytarib C diskka qo'shmoqchisizlar. Ya'ni ko'chada qanchadir 10 gigabayt bo'lingan 3-disk bor, o'shani yana C diskka qaytib qo'shish mumkin degan yana savol bo'lishi mumkin. Ya'ni jarayonning teskarisi. Masalan, mana bu D diskni C diskka qo'shmoqchiman. Nima qilaman? E'tiborga olinadigan narsasi, bir diskni ikkinchi diskka qo'shmoqchi bo'lsalaring, bittasini format berishga to'g'ri keladi. Ya'ni ichini tozalashga, ichidagi narsalarni udart qilishga to'g'ri keladi. Bu xavfli, shuning uchun e'tibor beramiz bu narsaga. Masalan, men mana buni C diskka qo'shmoqchi bo'lsam, D diskni nima qilaman? Sichqonchani o'ng tomonini bosaman va udalik tom qilaman. Udalik tom qilganimda o'sha 320 ichida ma'lumotlar bor, D disk udalt bo'ladi-da, bo'sh xotira tizimiga aylanadi. Ya'ni ichi format bo'ladi. Polni format bo'ladi. Format qilganimizdan keyin D disk udalt bo'lganda 320 lik ortiqcha xotira ajralib qoladi kompyuterda va uni C diskni ustiga sichqonchani o'ng tarafini bosganimizda boya Sjat Tom qilib ikkiga ajrat, endi расширить tom buyrug'ini beramiz. Расширить tom degani kompyuterning xotirasida qanchadir bo'sh xotira turgan bo'lsa, uni disklardan biriga qo'shib olish degani. Ya'ni D diskni udal tom qildimda ajratib tashladim bo'sh xotiraga. Endi C diskni ustidan расширить tom buyrug'ini bersam, hozir menda o'chiq, chunki bo'sh xotirani o'zi yo'q, udal qilinmagan bitta tom. Udal qilib расширить tom buyrug'ini bersam, 320 gigabaytlik diskni avtomatik ravishda C diskka qo'shib oladi va bitta butun 512 lik C disk hosil bo'ladi. Demak, biz nimani o'rgandik? Diskni bo'lishni va diskni qaytarishni o'rgandik. Va Windows o'rnatilgandan so'ng yana bizda yuzaga keladigan muammolar, demak, internet muammosini aytdik, disklarni bo'lish muammosini aytdik va ekrandagi ikonkalar muammosi. Ya'ni Windowsdan agar kimdir o'rnatgan bo'lsa, e'tibor bersalaring, ekranda yangi ochilgan Windowsda Microsoft Edge va Cortinaning ikonkasi bo'ladi. Va boshqa My Computer yoki va shunga o'xshash boshqa ilovalar bo'lmaydi va buni oddiy ko'rinsada kimlardir shuni ham, demak, kompyuter ekraniga chiqarishni bilmaydi. Qanday chiqaramiz? Shunchaki ba'zi bir odamlar kiradi va mening fayllarim bo'limidan, demak, bironta ilovaning ikonkasini yarliq ko'rinishda chiqarib ko'radi. Mana bunaqa yarliq ko'rinishda chiqarishga harakat qiladi. Yo'q, bu kerak emas. Nima uchun? Yarliq bo'lsalaring shu ikonkaning tasvir nusxasi, ya'ni uni udalt qilish mumkin. Bu asosiy nusxaga yo'naltiruvchi. Lekin mana bular, mana bu Cortina ko'rinishdagi yoki My Computer ko'rinishidagi ikonkalar, bular yarliq emas, asl nusxa ikonkalar hisoblanadi. Bularni demak udalt qilsa, ilova yoki driverning o'zi udalt bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun ko'pincha yarliqdan boshqalar foydalanadi, lekin demak asl holatdagi, demak, My Computer yoki shunga o'xshash kompyuterning o'zining maxsus ikonkalarini ekranga chiqarish uchun nima qilamiz degan savollar tug'iladi. Bunda qanaqa amallarni bajaramiz? Sichqonchani o'ng tarafini kompyuter ekranimizga bosganimizda personalizatsiya bo'limi ochiladi. Uni ustiga bosamiz, bosganimizda quyidagi bo'lim ochiladi. Bu yerdan temi, sizlarda inglizcha bo'lsa Zem deb yozilgan bo'ladi. Bo'limni ochamiz va bu yerda o'ng tarafda parametr значков рабочий стола bo'lim bor. Buni bossak, demak, рабочий stolning o'zini ikonkalari, значкалari bo'ladi. Ya'ni kompyuter, mening fayllarim, Cortina, pechat
bitishga qo'yamiz va OK tugmasini bosganimizda o'sha kerakli znaczkilar o'zi avtomatik ravishda moy kompyuter bo'ladimi, mening fayllarim bo'ladimi, kompyuter ekranida demak bu ham paydo bo'ladi. Va uchinchi eng ko'p yuzaga keladigan muammolar, deylik kompyuterga Windows o'rnatdilaring, kimlardadir Office paketlari Word, Excel yoki shunga o'xshash kompyuter uchun zarur boshida o'rnatilgan ilovalar bo'ladi fleshkada yoki Telegramda, kimlardadir bo'lmaydi. Va o'shanda biz nima qilamiz? Internetga kiramiz va kerakli ilovaning driverini tortib olishimiz yoki ilovani ustunovishni paketini tortib olishimiz, misol uchun MS Office ya'ni Office paketlarini Word, Excel'lar tortib olishimiz yoki Telegramdan olamiz. Va o'shani kompyuterga o'rnatish jarayonida yoki yuklash jarayonida bir qancha muammolar paydo bo'ladi. Birinchisi yuklash jarayonida yuzaga keladigan muammo. Men kompyuterni demak Windowsni o'rnatdim, yangi ochib kirdim va menda Office paketlari Word, Excel va hokazolar yo'q. Menda ikkita variant bo'ladi. Agar menda Office paketlari bo'lsa, yo Telegram gruppalardan olish kerak yoki internetdan yuklash. Deylik internetdan yuklamoqchi, ya'ni download MS Office 2016, ya'ni Office 2016-yilgi Word, Excel paketlarini demak Windows 10 64 razryadli uchun internetdan yuklamoqchiman. Menga juda ko'plab variantlar beradi va o'shanda birontasini tanlab turib yuklash buyrug'ini berganlarda ko'p kishida yuzaga keladigan muammo, ya'ni yuklanayotgan paytda bironta fayl, misol uchun yuklayotganimizda yuklash tugaganda avtomatik ravishda uni kompyuter bloklaydi, ya'ni brauzer bloklaydi. Bu fayl demak kompyuterga xavf tug'diradi. Chunki agar bilsangiz, demak Office paketlari ham xuddi Windows 10 o'ziga o'xshab pulli narsa. Odatda xalqimiz ishlatayotgan payti bepul crack variantlardan foydalanadi. Natijada bu crack variantlarni hozir Edge, Yandex yoki Chrome'dagi demak Defenderlar xavfsizlik tizimlari avtomatik ravishda bloklaydi. Ya'ni misol uchun 800 megabayt atrofida bo'lsa, 800 megabayt yuklab bo'lgandan avtomatik qizil bo'ladi, u faylni ochib bo'lmaydi. Ya'ni brauzer uni bloklaydi. O'sha bloklashni ko'p kishi bilmaydi. Qanaqa qilib o'chirish mumkin? Uni juda oson. Demak, agar Chrome'da turgan bo'lsangiz, sichqonchani kompyuterning ekranining o'ng tomon yuqori qismida 3 ta nuqtachaga bosamiz va bu yerdan sozlamalar bo'limiga o'tamiz va sozlamalar bo'limida Private and Security degan bo'lim bor, ya'ni xavfsizlik bo'limi. Bu bo'limga kirganimizda bir qancha bo'limlar chiqadi. Bundan Security Safe Browsing degan bo'limimiz bor. O'sha bo'limga kirganimizda demak brauzerga bo'ladigan har qanaqa amaliyotlar, yuklanishlar yoki boshqalarda demak 3 bosqichli xavfsizlik tizimi bor. Ya'ni Extended Protected Standard yoki No Protection, ya'ni yuqori darajali, standart o'rta darajali va xavfsizliksiz demak brauzerni boshqarish. Bizda doim yuqori darajada turadi. Shuning uchun ham saytlarga kirganimizda avtomatik chiqib ketadi yoki bu saytga kirish mumkin emas yoki fayllar yuklaganimizda uni avtomatik bloklab qo'yish yuzaga keladi. Buni demak no protection, ya'ni xavfsizliksiz bo'limiga o'tkazib OK tugmasini bosganimizda o'sha biz yuklamoqchi bo'lgan fayllarni kompyuter bloklamaydi. Lekin buni doimiy ravishda qo'shib qo'yishni maslahat bermayman. Chunki ba'zi bir veb-saytlar fayllarni biz ishlatayotgan payti demak xavfsizlik biz uchun birinchi o'rinda turadi. Aynan Office paketlariga o'xshash xavfsiz deb bilgan narsalarimizni ishlatayotganimizda biroz vaqtgagina o'chirib qo'yib, demak xavfsizlik tizimini yuklab olgach yana yoqib qo'yib, ya'ni yuqori darajadagi himoya tizimini yoqib qo'ysak bizga qulayroq bo'ladi. Bu demak fayllarni yuklash jarayonida xavfsizlik tizimi edi. Ikkinchisi o'rnatish jarayonida. Ya'ni boya aytdim, ko'pincha Office paketlarini kompyuterimizga o'rnatayotgan payti administrator tomonidan buyruq berganimizda ham u papkani ochmaydi. Ya'ni bu xavfli deb kompyuterning o'zini xavfsizlik tizimi bloklaydi. Ko'p kishi savol beradi, kompyuterga antivirus kerakmi deb. Shaxsan meni fikrim, odatiy uy jarayonida ishlatayotgan yoki ofisda ishlatayotgan kompyuterlarimizga antivirus kerak emas. Agar 2010-15-yilgi davrda tizimlar bo'lganda balkim kerak bo'lishi mumkin edi. Nima uchun? Chunki Windows XP, Windows 7 da xavfsizlik tizimi unchalik kuchli bo'lmagani uchun antivirus ishlatish qulayroq edi. Lekin hozirgi Windows 10, 11 da o'zini xavfsizlik tizimlari mavjud. Windows Defender deyiladi. Bu uchun antivirus kerak emas. To'g'ri, endi kompyuterda qanaqadir kasb egasi bo'lsangiz yoki maxsus ishlarni bajaruvchilar uchun antivirus zarur bo'lishi mumkin, lekin meni fikrimcha oddiy ish bajaruvchi office kompyuterlar uchun antivirus kerak emas. Chunki antivirus borgan sari ko'p ruxsatlar berishimiz hisobiga o'zimizning harakatlarimizni cheklab qo'yishimizga sabab bo'ladi. Demak,
Mavzuga qaytamiz. Windowsda demak yuklab olish jarayonida demak Office paketlarini yuklab oldik, o'rnatmoqchimiz, lekin kompyuter o'rnatmayapti. Ya'ni Windows Defender o'rnatishga xalaqit beryapti. Umuman olganda Office paketlari emas, o'yinlar bilan yoki biror bir crack qilingan ilovalar bilanmi, demak chorniy saytlardan tortib olinadigan, demak bularni ham kompyuter o'rnatishga qo'ymaydi. O'sha jarayonni o'chirib qo'yish mavjud. Ya'ni Windowsga kiramiz va parametrga, настройкаga kirganimizda обновление и безопасность, ya'ni xavfsizlik va yuklashlar bo'limida xavfsizlik, Windows xavfsizligi, безопасность Windows degan bo'lim bor. Bu bo'limga kirganimizda защита от вирусов угроз, ya'ni viruslardan himoya bo'limi mavjud. O'sha bo'limga kirganimizda demak mana parametr защита от вирусов и других угроз bo'limida управление настройка bo'limiga kiramiz va bu yerda 4 ta tugmacha chiqadi agar sizlarda Windows 11 yoki 10 bo'lsa. Demak bu tugmalarni biz o'chirib qo'ysak, o'chirayotgan paytimiz kompyuter o'chiraymi deb ruxsat so'raydi. Ha'ni bosamiz va o'chirib qo'yamiz. O'chirganimizda demak o'rnatmoqchi bo'lgan ilovalarimiz, Office paketlarimiz yoki shunga o'xshash ilova yoki hujjatlarni o'rnatib bemalol foydalanib olishimiz mumkin. Yuklab bo'lgach, avtomatik ravishda kirib bu bo'limdan demak yana shu bo'limga qaytib kirib mana bu 4 ta tugmani yoqib qo'yamiz. Bu kompyuterning demak защита, viruslarga qarshi защита tizimi. Hozirda biz uchun aytadigan bo'lsak, kompyuterning o'zining ichidagi Kaspersky antivirusi deb atsak ham bo'ladi. Ya'ni hamma tomonlama himoya qiladi. Bu bo'limda maxsus o'zining imkoniyatlari bor. Kimdir agar qiziqib kirib yoqib chiqsa, demak ancha-muncha antivirusdan-da kompyuteringizni yaxshiroq himoyalashi mumkin. Demak, yuklash jarayonida ham yuzaga keladigan ba'zi bir muammolarni aytib o'tdik. Menimcha bugungi darsimizda ortiqcha boshqa muammo qolmadi. Nasib bo'lsa Windowsni yuklash jarayonidagi muammolar yoki Windowsni interfeysi bo'yicha ham qo'shimcha videolar tayyorlaymiz. Sizlardan like va podpiskalar kutib qolamiz. Ishimizning rivojini yanada rag'batlantirish maqsadida e'tiboringiz uchun rahmat.